integral dx taqsim kosinus kubik x. Xo'p, kelinglar, mana shu integralni birgalikda hisoblab ko'raylik. Xo'p, yozamiz. I barobar mana shu integralimizni biz i harfi bilan belgilayapmiz. I barobar integral dx taqsim kosinus kubik x barobar. Xo'p, integral yozamiz. Dx taqsim kosinus x ko'paytirilgan kosinus kvadrat x qilib yozib olamiz. Chunki kosinus x ga kosinus kvadrat x ko'paytirsak baribir kosinus kub x chiqaveradi. Barobar. Endi bu ifodamizni mana bu ko'rinishda bunday qilib yozib olamiz. 1 taqsim kosinus kvadrat x ko'paytirilgan 1 taqsim kosinus x dx. Demak, mana bu ko'rinishda turgan ifodamizda mana bu ko'rinishda yoza olamiz. Xo'p, va 1 taqsim kosinus kvadratdan boshlang'ich olib ichkariga olib ketamiz. Mana bu differensialni ichiga olib ketamiz. 1 taqsim kosinus kvadratda boshlang'ichi tangenizga teng. Demak, integral 1 taqsim kosinus x d tangenus x barobar. Endi biz buni bo'laklab integrallaymiz. Mana bu 1 taqsim kosinus x ni biz u deymiz. Mana bu u, mana bu v. Formulani esga olaylik. Formula qanaqa edi? Bo'laklarni integrallashda. Demak, u dv formulasi u ko'paytiruv v minus v ko'paytiruv du. Mana shu formulaga ko'ra hisoblaymiz. Demak, u dv barobar u v minus v du. Shu qoidaga ko'ra hisoblaymiz. 1 taqsim kosinus x bizda u bo'ladi. Mana bu tangenus x v bo'ladi. Demak, u v 1 taqsim kosinus x ko'paytirilgan tangenus x ayru joylarini almashtiramiz. Tangenus x tashqariga chiqadi. 1 taqsim kosinus ichkariga kiradi. Ya'ni differensial ichiga 1 taqsim kosinus x kiradi. Barobar. Endi mana bu d degani differensiallar degani, ya'ni 1 taqsim kosinus x ni hosilasini ol degani. 1 taqsim kosinusdan hosil olamiz. Buning uchun barobar. Xo'p, tangenus x taqsim kosinus x tangenus x taqsim kosinus x ayru integral tangenus x d kosinus x ni minus 1 darajasi qilib hosila olishga qulay holatga keltirib olaman. Mana bu 1 taqsim kosinus x ni kosinus x minus 1 qilib oldim. Endi buni differensiallasam, ya'ni hosil olsam, minus 1 oldinga tushadi, 1 ayriladi, ichidan ham hosil olinadi. Minus 1 oldinga tushsa, mana minusni plus qiladi. Demak, tangenus x taqsim kosinus x plus bo'lib ketdi. Integral tangenus x. Hop, minus 1 oldinga tushdi. Kosinus x ni minus 1 dan 1 ayrildi-da, yana kosinus o'zidan ham nima qilinadi? Hosil olinadi. Minus 1 oldinga tushdi, 1 ayrildi, kosinusdan ham hosil olinadi. Dx teng. Xo'p, kosinusning hosilasi minus sinusga teng. Minus sinus bo'lganligi uchun mana plusni yana qaytib minus qilib qo'yadi. Barobar tangenus x taqsim kosinus x yana qaytib minus bo'lib qoldi. Integral tangenus x ko'paytiruv kosinus x ni minus 2 darajasi kosinus hosilasi minus sinus bo'lganligi uchun mana qaytib minus qilib qo'ydi.
Minus sinus bo'ldi. Mana bu yerda mana sinusini yozyapman. Kosinus fasilasi minus sinus bo'ldi. Qani minusi? Mana bu yerda minusi. Dx teng. Endi tangens x ni sinus taqsim kosinus qilamiz. Minus bo'lganligi uchun bir taqsim qilib pastga tushiramiz. Demak, tangens x taqsim kosinus x x ayru integral tangens x ni sinus taqsim kosinus yozamiz. Ko'paytiruv minus vazifasi bir taqsim qilib berish. Bir taqsim kosinus kvadrat x qilamiz. Bir taqsim kosinus kvadrat x qilamiz. Ko'paytiruv sinus x dx barobar. Ana endi mana bu sinus bilan sinus ko'paysa sinus kvadrat x bo'ladi. Demak, tangens x taqsim kosinus x ayru integral sinus kvadrat taqsim kosinus kvadrat ko'paytiruv bir taqsim kosinus x dx barobar. Endi hop, sinus kvadratga 1 ko'paysa sinus kvadrat, mahrajda kosinus kvadratga kosinus ko'paysa kosinus kub. Keyin tepadagi sinus kvadratni 1 minus kosinus kvadrat qilib olamiz. Barobar. Suratda demak sinus kvadrat mahrajda kosinus kub x bo'lyapti. Sinus kvadratni 1 minus kosinus kvadrat qilib olamiz. Demak, tangens x taqsim kosinus x ayru integral suratda 1 minus kosinus kvadrat taqsim mahraj kosinus kub x dx. Endi buni biz alohida bo'linuvchanlikka qoidasiga ko'ra alohida bo'lish qilib yozib olamiz. Ya'ni alohida ta'sir qilgizamiz. Demak, suratda tangens x taqsim kosinus x ayru integral qavs ichida 1 taqsim kosinus kub x 1 taqsim kosinus kub x ayru kosinus kvadrat x taqsim kosinus kub x dx. Hop, kosinus kvadrat x taqsim kosinus kub x qisqarib ketsa 1 taqsim kosinus. Keyin mana bu minusga ko'ra qavs ochaveramiz. Shunda tangens x taqsim kosinus x ayru integral 1 taqsim kosinus kub x dx. Mana bu minus bilan mana bu minus ikkalasi plus bo'lib ketsa, plus integral 1 taqsim kosinus x dx. Mana shu ko'rinishga keladi. Xo'p, e'tibor bersak, mana bu ifodani biz integralda boshida shu integraldan boshlagan edik. Yana qaytib o'sha boshida dastlabki berilgan integralimizga qaytib keldi. Shuning uchun boshida integralni biz i bilan belgilaganimiz uchun bu integralni ham i bilan belgilaymiz. Teng tangens x taqsim kosinus x minus i plus integral 1 taqsim kosinus x dx. Qanday holatga keldik? O'chiryapman.
Xo'p, i barobar qanday holga keldik? I barobar tangens x taqsim kosinus x ayrilgan i qo'shilgan integral 1 taqsim kosinus x dx. Mana shu vaziyatga yetib keldik. Endi bu i ni bu tarafga o'tadigan bo'lsak, i bilan i qo'shilsa necha i bo'lib qoladi? I u tarafga o'tyapti. 2i barobar tangens x taqsim kosinus x qo'shilgan integral 1 taqsim kosinus x. Endi biz bu integral topish uchun ikkini baqa bo'lib qo'yishimiz kerak. Bundan ham avval mana bu integralda hisoblashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi mana bu integralda alohida hisoblab olishda boshlaymiz. Integral 1 taqsim kosinus x dx barobar. Surat va mahrajiga kosinusni ko'paytiramiz. Ko'paytiringlar. Integralni surat va mahrajiga kosinusni ko'paytiramiz. Xo'p, surati va mahrajiga kosinus ko'paytirsak, integral suratda kosinus x, mahrajda kosinus kvadrat x dx bo'ladi. Barobar. Kosinusdan boshlang'ich olib ichiga olib kiramiz. Kosinus boshlang'ichi sinus. Mahrajdagi kosinus kvadrat x ni 1 minus sinus kvadrat qilib olamiz. Demak, d sinus mahrajdagini 1 minus hop sinus kvadrat x qilib yozamiz. Ya'ni kosinus kvadrat x 1 minus sinus kvadrat bo'ldi. Endi sinusda t bilan belgilaymiz. Yangi o'zgaruvchi t bilan belgilasak, suratda dt mahrajda 1 minus t kvadrat. Endi yana biz qoidani qo'llaymiz. Xo'p, integrallash mavzusida mana bunday formula o'rganganmiz. Ya'ni dx taqsim x kvadrat minus a kvadrat degan qoidamiz bor. Integral dx taqsim x kvadrat ayru a kvadrat. Buning qoidasi nimaga kelardi? 1 taqsim 2a ln modul ostida x minus a x plus a. Mana shundan foydalanamiz. Xo'p, buning uchun qarang, noma'lum birinchi kelish kerak. Bu noma'lum, bu ma'lum sonda ikkovini joyini almashtirib olaman. Xo'p, mana ikkovini joyini almashtirsam, agar bu yerdachi bu ikkovi joy almashadigan bo'lsa, bunday qilib ketaveray, almashadigan bo'lsa, bu yerda minus bo'lib qoladi. Masalan, xuddi shuni endi misol o'zimizni qoidaga qo'llayotgan, to'g'rilayotgan bo'lsak, a kvadrat minus x kvadrat bo'lsa shu. Bu yerda minus bo'ladi. Shunaqa qilib ketish kerak. Tushunarlimi? Demak, bu yerda hozir menda x kvadrat minus a kvadrat. Demak, men buni yozib olishim mumkin. Mana bu 1 da kvadrat qilamanda, ikkinchi joyini almashtirib olaman. Mana minus suratda dt mahrajda t ni kvadrati ayru 1 da kvadrati. 1 da kvadrat qilib oldim. A ni o'rnida 1 turibdi. Demak, minus 1 taqsim 2 ko'paytiruv a. A ni joyiga 1 qo'yasiz. ln suratda. Xo'p, suratda x minus a x minus 1 mahrajda x plus a x plus 1. Xo'p, endi bilasizlar,
Buni ikkovini joyini almashtirsa bo'ladi. Ikkovi joyi almashtirsa bo'ladi. Joyini almashtira olaverik. Almashtirsak, mana ikki minus chiqadi. Demak, minusdan 1/2a ln mana minusdan suratda 1 minus x nima qilganimni tushundingiz? Ikkovini joyini almashtirdim, mana bu yerga minus chiqdi. Mahrajni endi yig'indi shunday almashtirib olishimiz mumkin. X midi, t midi? T ekan. T qilaylik. O'zgaruvchi bizda t ku. T minus 1, t plus 1. Mana bular t. Demak, suratda nima bo'lyapti? T minus 1, t plus 1. 1 minus t, 1 plus t. Modul bo'lgani uchun mana minusdan baribir plus chiqib ketaveradi. Modul bor-ku. Teng 1 taqsim minusdan. Minusdan 1 taqsim 2 ln suratda 1 minus t, mahrajda 1 plus t. Ana endi belgilashga qaytsam, biz t ni o'rniga sinus qo'yishimiz kerak. Mana biz t bilan sinus belgilaganmiz. Bekka sinus qo'yadigan bo'lsak, hop, minusdan 1 taqsim 2 hop, ln suratda 1 minus sinus x mahrajda 1 plus sinus x. Hop, endi mana mahrajda pluslik bor, surat va mahrajda 1 plus sinus x ga ko'paytirib yuboramiz. Surat va mahrajda 1 plus sinus x ga ko'paytirib yuborsak, minus 1 taqsim 2 ln suratda mana 1 minus sinus x 1 plus sinus x mahrajni ham mana 1 plus sinus x midi mahrajimizda 1 plus sinus x ga ko'paytirib yuboramiz. Ana endi suratga qarang. A minus b, a plus b formula bo'lib qoldi. Mahrajga qarang. Ikkalasi ham bir xil bo'lganligi uchun shuning kvadrati bo'lib qoldi. Demak, barobar minus 1 taqsim 2 ln suratda 1 minus sinus kvadrat mahrajda 1 plus sinus x ning kvadrati bo'lib qoldi. Endi 1 dan sinus kvadrat esa nima chiqadi? Kosinus kvadrat chiqadi. Yozamiz. Suratda ham musbat son, mahrajda ham musbat son. Shuning uchun buni modulning keragi yo'q. Modul nima uchun kerak bo'lardi? Modul mabodo ichida manfiy son chiqib qolsa, musbat qilib berish uchun kerak bo'lardi. Hozir endi modul keragi yo'q, chunki tepada 1 dan sinus kvadratda esa kosinus kvadrat bo'ladi. Mahrajda 1 plus sinus x ning kvadrati. Demak, minus 1 taqsim 2 mayli turaversin-chi. ln modul osti. Xo'p, suratda kosinus kvadrat x mahrajda 1 plus sinus x ning kvadrat. Ko'ryapsizlar, mana tepa ham surat va mahrajlar doim musbat son bo'lgani uchun kvadrat kerak bo'lmay qoldi. Endi ichkari musbat son. Xullas endi biz buni mana bunday qilib olamiz. Minus 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 2 qilamizda. Xo'p. Minus 1 taqsim 2 ln surat kosinus mahraj 1 plus sinus x ning nimasi qilib olishimiz mumkin? Kvadrat qilib olishimiz mumkin. Nima qildik? Mana bu kvadratlarni Asadbek qavsdan tashqariga chiqarib oldik. Endi bu 2 oldinga tushsa, bu 2 bilan qisqaradi. Teng minus 1 taqsim 2 ko'paytirib 2 ln suratda kosinus x qoldi. Mahrajdachi 1 plus sinus x qoldi. 2 qisqarib ketsa, bu yerda nechi qoldi? Minus 1. O'sha minus 1 tepaga chiqarib olamiz. ln suratda kosinus mahrajda bu minus 1 qayerdan keldi? Mana oldinda turganda minus 1. Shu minus 1 ni logaritmni mana bu yerga chiqarib oldik. Minus 1 bo'lgani uchun nima qiladi? Joyini almashtirib qo'yadi, to'ntarib qo'yadi. Barobar to'ntarib qo'yadi.
Demak, teng ln to'ntarilib qolsa 1 plus sinus tepaga chiqadi. 1 plus sinus tepaga chiqadi. Kosinus x mahrajga tushadi. Bo'linuvchanlik qoidasiga ko'ra alohida bo'lib qo'ysak, ln 1 taqsim kosinus x qo'shilgan sinus taqsim kosinus x bo'ladi. Bu ham barobar ln sinus taqsim kosinus tangens x beradi. Demak, hisoblab ko'rsak, 1 taqsim kosinus x integrali 1 taqsim kosinus x integrali mana shunga teng chiqar ekan. Demak, mana bu yerga shuni qo'yib qo'yamiz. Qarang, 2 teng. Mana buni yozyapman. 2 teng tangens x taqsim kosinus x qo'shilgan integral 1 taqsim kosinus x ni joyiga mana buni qo'yib olasiz. ln 1 taqsim kosinus x qo'shilgan tangens x. Ana endi mana bu 2 bor, 2 ga bo'lib qo'ysak, 2 ga bo'lish degani 1 taqsim 2 ga ko'paytirish degani. 1 taqsim 2 ga ko'paytirib qo'ysam, teng. Demak, tangens x taqsim 2 kosinus x plus 1 taqsim 2 ln 1 taqsim kosinus x qo'shilgan tangens x. Ana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Agar 1 taqsim 2 chiqarib qo'ymagan bo'lsa, chiqarib qo'yganmikan? Endi demak, 1 taqsim 2 ni chiqarib qo'yamiz. Oxirgi javob 1 taqsim 2 ni tashqariga chiqarib yuborsam, ichkarida tangens x taqsim kosinus x qo'shilgan ln 1 taqsim kosinus qo'shilgan tangens x. Bitta modul qo'yganmikan yo'qmi? Modul qo'yganmikan? Modul qilib ko'ramiz biz ham. Modul bo'lsa xavfsizroq. Shuni modul qilganimiz yaxshi. Modul qilib ko'ringlar. Chunki endi bitta kvadrat yo'qolib qoldi-da, modul turgani yaxshi. Mana javob. Mana shu bo'ladi. Tushundingmi?